Qonli qarg'ish. Birinchi qism. Men sinfga kirdim. Aslida kulga va varanchironga to'lgan sinf ichi birdan jimib qoldi. Ko'pchilikning hammasi tuyuqsiz jimib, hammasining nazari menga qaralgan edi. Men beshimni tuvan silib o'zimning o'rniga qarab mangdim. Qachondan boshlabkin ish qilib nihoyatda uzoq bir vaqtdan boshlabla men yaqinlashgan vaqtda kishilar parangini to'xtatib, kulga chaqchaq qilishmaydi. Nemishqa bundoq bo'ladi? Men bilmaydim. Mayli qandoqli tirishib o'ylay, yanada tushunmaydim. Koran. Bu ota-onam menga qo'ygan ism. Chavshanning Koran qaluni chalg'usidan kelgan. Biroq nemishqa menga undoq chalg'uning ismini qo'ydi? Men bilmayman. U qandoq chalg'adi? Qandoq ovoz chiqardigandi? Burun bir anglab baqqandek qilaman. Ammo allaqachon unutib qoldim. Ham hozirmi tekshirib beqishni o'ylamayman. Chunki menga nima kerak bo'lsa, ular hammani menga ep beradi. Biroq mayli dadam yoki onam bo'lsin, xizmati baxtli aldirash. Menga nihoyatda azamroq bo'ladi. Ko'p qism vaqtlarda men doim uyda yolg'iz turaman. Yo'q, yolg'iz emas. Yana bir qarchaq deydigan mushuk hamroh bo'ladi. Men qarchaq bilan doim bu derazadan osmonda o'sib ketayotgan bulutlarga, o'yladagi shamolda yengil tavirnayotgan daraxtlarga qarab, birga tomoq yeyman. Kunda yuz bergan ishlarni qarchaqqa so'zlab beraman. Ham qarchaqni silab, asta uyquga ketaman. To'g'ri. Qarchaq yonimda yo'q vaqtlarda men doim yolg'iz bir odam. Mening ota-onam to'y qilib 13 yildan keyin arantasda meni tug'ibdikan. Ishkelisi menga baxtli kuyinadi. Ammo atrofimda bir to'p odamlar bo'lgan bilan men yanada baxtli yolg'iz. Yasliydagi vaqtda doim savodashlar birga o'ynaydi. Barliq savodashlar ishga ko'rib bo'lingan vaqtda ko'pchilik tosh qaychi latta usuli orqali hamrohini tanlaydi. Masalan, menga palonchi kichik do'st kerak. Palonchi kichik do'stni bu guruhga bason degandek o'yin. Biroq hatto o'yin o'ynagan vaqtdami azaldan birasi menga Koran kichik do'st kerak deb bir qitimmi deb baxmagan edi. Hech kim menga muhtoj emasdek. Ammo menmi hech kimga ehtiyojli emas. Hech qaysi o'g'il bola meni yoqtirmaydi. Mening ko'nglimda hech qanday odam yo'q. Shunga bu men uchun bir tamponlik edi. Biroq oliy maktabga kirgan vaqtda bu tamponlik buzilib ketdi. Chunki oliy maktabda sinfimizda Shaolin Shunsuke paydo bo'lgan edi. Shaolin. Bu mening tunji yaxshi ko'rib qolgan odamim. U oliy maktabga kirgandan bir haftadan keyingi kun edi. U kuni bizning fakultetning 1-yillik 1-sinfidagi barliq o'quvchilar oliy maktabning qashidagi bir qavoqxonada yig'ilishgan edik. Men sinfimizdagi savodashlar bilan bak yaqin munosabati bo'lib ketgim yo'q edi. Ammo rad qilishimiz sababim yo'q, amalsiz bo'lgan edim. Uningdan burun men azaldan haraq ichib baxmagan. Balkim ko'pchilikning hammasi shunday bo'lsa kerak. Ba'zilar haraq ichib uyquga ketdi. Yana ba'zilar hojatxonaga taratdig'ini quchoqlaqli ketdi. Shaolinmi hojatxonada oshqozoni chiqib ketgudek yondirganlarning biri edi. Yig'ilishning oxirida men hojatxonadan chiqibla Shaolinning hojatxonaning oldidagi koridorda turganligini ko'rdim. Uning eg'izi ho'l bo'lib, qarg'anda bayli yondirib, eg'izini chayqab chiqqandek qiladi. Hozirgacha men yana o'zimning nemish bunday qilganligimni bilmayman. Ammo u vaqtda men uning oldida belimni egib, uningga qo'l yig'liq uzatgan edim. Shaolin beshni ko'tarib, qon tomirlari o'rlab ketgan ko'zlarini menga tikib, azroq o'ng'aysizlangan holatda kulib, mening qo'limdagi oq qo'l yig'liqni olgan edi. Rahmat, Koran qiz. U vaqtda Shaolin nemishqa mendek yangi tanishgan odamning ismini esida tutadi. Shaolinning esida mening ismim bor ekan. Yana u Koran qiz degan vaqtda mening yuragim tez-tez so'qib ketgan edi. Tunja qaytam
men yurakning tez so'qishining qandoq bo'lganligini his qilgan edim. Hech qanday sababsiz shuningdan boshlab men Shaolinni yaxshi ko'rib qoldim. Shu kundan boshlab men to'xtamay Shaolinga diqqat qilardim. To'g'ri. O vaqtda men doim Shaolinning simasini izlaydim. Atdiganda mashina bekatida uning bilet tekshirish eg'zida paydo bo'lishiga qaraydim. Sinfda doim Shaolinning kaynida o'ltirib, uning orqa simasiga qaraydim. Hatto oshxona, kutubxona, maktab atrofidagi kitobxona, tomoqxona, ko'ngil etish o'rinlaridami, qahvaxonalardami mening ko'zim izchil Shaolinda edi. Yaxshi ko'raman. Rostilla bak yaxshi ko'raman. Bakli yaxshi ko'raman. Albatta, men uningga talab qo'yib, sizni yaxshi ko'raman deyishim mumkin emas. Faqat Shaolinga bo'lgan sig'inishimni kafirang daftar ichiga qachalab qo'yardim. Xuddi hayvonotlar programmasida hayvonlarning har xil harakatlarini tafsiliy kuzatgandek, men Shaolinning har bir harakatini kuzatardim. U kimga gap qilyotdi? Nima yeyotdi? Qayerga bordi? Nima ish qildi degandek. Qandaq muhitga cho'ng bo'lgan? Qandaq ichimlikka amroq? Qiziqishi nima? Qandaq harakat qiladi? Men ancha yaxshizamagan qistirma rasm, xarita yoki odam portreti ham o'g'irlikchi tortilgan rasmlar bilan Shaolinning turmushi va o'zimning uningga bo'lgan sig'inishimni xotirlab, kafirang xotira ichiga qoldirdim. Amaliyotda boshlanishdan biletdim. Mening tunji so'ygan odamim bilan oxirim chiqmaydi. Shaolin meni tanlamay, balki sinfdagi Mirokawa Kanami bilan yaqin bo'lib ketdi. Oxirida ular muhabbatlashishga boshlagan edi. Eng azoblanarligi, men sinf bo'yicha eng baldir ularning munosabatini bayqab qolgan edim. Mirokawa Kanami rostilla bir go'zal qiz edi. Yana uning modalardek badan shaklimi bor. U chuqum tug'ilishidan boshlab barliq ko'zlar uningga tikilgan. Uning butun badanidan ishonch, jo'shqinlik, umoqlik, nazokat chiqib turadi. Men hech qaysi jihatdan uningga yetishamaydim. Men uningga kundashlik qildim. Ondan hasad qilishga o'tdim. Hasad qilishdan nafratlanishga, qarg'ishga. Ondan oxiri men voz kechdim. Voz kechishdan boshqa tanlashim yo'q edi. Dal shu vaqtda qarichaq o'lib ketdi. Men uyga qaytganda uning teni qetishgan holda uyning bo'lingida yotganligini ko'rdim. Men uni quchoqlab 3 kun yig'ladim. 4-chi kuni ondan qarichaqning jasadidan sesiq puroq chiqishga boshlaganda, men uni hovlining bo'lingidagi No'roz guli darxi ostiga ko'mib qo'ydim. Menga birdan-bir ehtiyojli bo'lgan qarichaqning o'limi meni to'xtamay yig'latadi. Qancha kun yig'laganligimni bilmaydim. Baxtsiz ishlar bo'lsa keyni-keyndan yuz beryotdi. Qarichaq o'lib uzun o'tmay, ota-onam davlat sirtida sayohat qilayotganda qatnash hodisasida o'lib ketdi. Biroq mening bak azoblanganim esimda yo'q. Ko'nglim yerim bo'lmadi emas. Ammo uncha bak esimda yo'q. Nemishqa bundoq bo'ladi? Qarichaq o'lib ketgan vaqtda men shundoq azoblanib yig'lagan. Biroq ota-onamni yo'qotib, men nemishqa yig'lamayman. Mayli motam murosimi yoki o'lgandan keyin bo'lsin, bir temami yosh eqitib baxmagan edi. Bu rostali bakli kallamdan o'tmaydi. Balkim menda boshqalar uchun azoblanig'idek yurak yo'qdi. Yo'q. Men aslida yuragi yo'q odam. Ota-onam o'lgandan keyin men o'qishda vaqtliq chekindim. Aslida oliy maktabda o'qishim ularning fikri edi. Hozir ular o'ldi. Davomli maktabda o'qishga sababmi yo'q. Ya'ni kelib, men Shaolin bilan Mirokawa Kanamining bir-biriga chaplashib ketgan holatini ko'rishdan bezor. Shunga men maktabdan ayrilib, bu oiladagi haqiqiy tanho kunlarimni boshladim. Bu vaqtda
Шунгаң менің dunyoramga bösüp kirdi. Zobo Shungaң menden 6 yaş cho'ng qistirma rasm sizg'uvchisi bo'lib, yaqindagi qo'rada o'ltiratdi. Ilgari necha qatim ko'rishib baqqan. Mendek 19 yoshga kirgan odamga nisbatan tas bo'lib qolgan Shungaң qarmoq tag'ashlar bilan farqi yo'q edi. Biroq Shungaң menga Koran, menga siz lozim degan edi. Bu Shaolin bilan o'xshamaydi. Mening ko'nglimda hech qanday tuyg'u yo'q. Yoki hayajonlanish va yoki baxt tuyg'usi yo'q edi. Bu tunji qatim birisining meni lozim qilishi. Shunga men uning ayoli bo'lishni qaror qildim. Shungaң bilan oddiy to'y marosimi o'tkazgandan keyin men bu yangi turmushimni boshlagan edim. Koran, menga siz kerak. Har qatim heliqishdan burun Shungaң menga doim shundoq deydi. Menga nisbatan bu bahli yangi o'qim. Meni xushal qiladi. Har kuni kechda men Shungaڭning Koran, menga siz lozim deyishiga taqozo edim.